Kafeda xo'jayinni chaqirib yuboringlar. Assalomu alaykum. Xo'jayinmisiz? Ha. Sizga bitta zo'r ideya bor. Siz kafe oching. Ovqatlar, milliy taomlar hammasini zo'r qiling. Shirinliklar qo'ying. Ochib turib yurgizing kafe. Birovga aytmang bu ideyani. Biznes qilishni bilishlaring kerak-da. Buni yurma, vaqtingni o'tkazma. Magazin ochib tovar bilan to'ldir. Gazak simichkalardan olib kel, simichkalarni to'ldirib, ichida mana bunaqa keshu, peshu, xomnon tusda yong'oq, magiz, yong'oqliklari chiqqan. Ashlardan olib kelib magazinga to'ldirib qo'y. Men nima qilaman hozir? To'g'ri qilyapsan. Bular yotmasdan biznes qilishim kerak-da. Meva olib borib chet elga sotishim kerak. Sotib turib yana 1 fura sotganimdan keyin keyingisida 2 fura. Keyingisida 10 fura sotib, maza qilib, daraxt tagida salqinda gazak simichkasida chaqib yotishim kerak-da. Hozir nima qilyapman?